Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Efirda Yurtim tarixi ko'rsatuvi. Tarixiy xotirasiz kelajak yo'q deb ulug' bobokalolarimiz bejiz aytishmaydilar. Zero biz tarixni o'rganar ekanmiz, yurtimizdagi barcha tarixiy joylarni ziyorat qilib, qiziqarli tarixni o'z ichiga olgan manzaralarga guvoh bo'lib, yurtimiz tarixi haqida ko'plab ma'lumotlarga ega bo'lishni xohlaymiz. Bugun biz sizlar bilan Andijon viloyati Xo'jaobod tumanida joylashgan Imom Ota dam olish maskani haqida suhbatlashamiz. Rivoyat qilishlaricha Hazrati Ali qaramallohu vajhahu Katron shohi viloyatiga borib, gazotda g'alaba qozondi. G'alabadan so'ng hamma fuqarolarni va ulug'larni yig'ib, viloyatni qaytarib, Katronga xalq oldida beradi. Aytadiki, men o'z yurtimga qaytib ketaman. Siz yana o'z yurtingizga podshohsiz. Bu jasur yigitni jasoratiga qoyil qolib, o'z xohishi bilan Katron shohi qizini Aliga nikohlab berish va o'ziga kuyov qilib olish iltimosini o'rtaga qo'yadi. Shunda Ali men umuman o'z mamlakatimga qaytaman deganida ham mayli bir kun bo'lsa kuyovlik vazifasini o'tab bering deb ko'ndiradi. Ali rozi bo'lib uylanadi. Bir kun kuyov bo'lib, so'ngra qaytayotganda mabodo o'g'il farzand tug'ilsa ismini Muhammad Hanafiya, agar qiz farzand tug'ilsa o'zingiz xohlagan ismni qo'yaverasizlar deb jo'nab ketadi. Ketishdan oldin ularga bo'ynidagi talismanni beradi. Kunlar o'tib Katronning qizi o'g'il farzand ko'radi. Ismini Muhammad Hanafiya qo'yadi. Bola o'sib 14-15 yoshga yetganda bolalar bilan o'ynab, urushib, talashib qoladi. Bolalar Muhammad Hanafiyani otasi yo'q deb ma'lumot qiladi. Bola yig'lab onasini oldiga kiradi. Ko'chadagi voqeani aytadi va meni otam kim deb onasini so'rovga tutadi. Onasi o'g'li Muhammad Hanafiyaga otasi Ali bergan talismanni taqib qo'yadi va mana shu sening otang borligiga nishona deydi. Bola ha demay 16-21 yoshga yetib qoladi. Otasini istab Makka shahri chekkasiga kelib, oyog'ini bir ko'lmak suvga solib, salqinlanib o'tirgan vaqtlarida otlarni yetalab Qambarotda ismli ot boqar va Hasan Husan ismli yigitlar bilan shu joydan o'tib qoladi. Shu paytda Alining ot boqari Qambar otani "Ey bolacha, oyog'ingni suvdan chiqar" deb qo'polroq muomala qiladi. Gap talashib ot boqar Muhammad Hanafiya bilan olishib ketadi. Muhammad Hanafiya kuchli, jasoratli bo'lgani uchun ot boqar Qambar otani 10-15 metrlar chamasi uzoqlikka uloqtirib tashlaydi. Shunda Husayn Qambar otani holatiga chiday olmay Hanafiyaga tashlanadi. Shu payt Husaynni ham uloqtirib tashlayman deb turganda Hasan yugurib kelib Muhammad Hanafiyani mahkam ushlab, "Ukamni yiqitsang katta janjal chiqib ketadi" deb iltimos qilib, yiqitishga yo'l qo'ymaydi. Muhammad Hanafiya Hasanning iltimosini bajo keltirib, ukasini yiqitmaydi. Bu voqeani Hasan Husanlar otasi Aliga aytib beradilar. Ali Muhammad Hanafiya oldiga boradi va kurashlikka chaqiradi. Muhammad Hanafiya Ali bilan kurashishga rozi bo'ladi. Kurash davomida Ali zaiflashib qolganligini sezadi. Ayyorlik va tadbirkorlik qilib, "Kel ey bola, dam olishaylik" deb Muhammad Hanafiyani ko'ndiradi. Ali dam olish vaqtida 2 xum suvni olib kelishini buyuradi. Bir xum suvni Muhammad Hanafiyaga, bir xum suvni o'zi ichmoqchi bo'ladi. Ammo suvga og'zini tekkizib turadi-yu, ichmaydi. Muhammad Hanafiya suvni ichib oladi. Ikkinchi olishuvda Muhammad Hanafiya yengiladi. Bolani ustida turib, Ali qattiq qiynab jon qalbiga olib keladi. Shunda Muhammad Hanafiya Alini tagida yotib, "Men halok qilasan-u meni Ali degan otamga va Hasan Husan degan ukalarimga nima deb javob berasan" deydi. Shunda Ali darhol bolani o'rnidan turgizib, "Daliling bormi?" deganda Muhammad Hanafiya bo'ynidagi nishonani olib beradi. Shu payt Ali imomi Hanafiyani quchoqlab, "Men sening otang Alidurman. Sen olishgan 2 jasur go'zal yigitlar sening ukalaring Hasan Husanlardir" deganda Muhammad Hanafiya, "Men hali o'z padari buzrukvorim Ali qaramallohu vajhahuga beodobchilik qildimmi?" deb orqamchasiga bir qancha masofa yurib, yana bir necha kunlar yo'l yurib, oxiri Mavaroun-Nahr diyorlariga kelib, hozirgi Imom tog'i ungurlariga kirib g'oyib bo'lgan deyishadi.
Ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bugun biz sizlar bilan imomati dam olish maskani haqida suhbatlashdik va tarix haqida biroz bo'lsa-da ma'lumotga ega bo'ldik. Ko'rsatuvlarimizni ko'rishni davom eting. Unutmang, o'zlikni anglash tarixni bilishdan boshlanadi. Sizlar bilan Begoyim Sanjarbek qizi bo'ldi. Ko'rishguncha.